Saidapa davolanishga kelgan hammadan albatta konsultatsiyadan o'tkazib, instrumental va analizlar talab qilar ekansiz. Nahot asalari chaqittirish uchun shular kerak bo'lsa? Albatta. Bu juda ham muhim hisoblanadi. Bizning klinikamizga kelgan har bir bemor aynan apiterapiya olish uchun kelyaptimi yoki diagnoz qo'ydirib boshqa muolaja turini tanlab kelyaptimi? Qat'iy nazar, albatta avval konsultatsiya qilishimiz shart. Konsultatsiyadan keyin uni shikoyatlariga qarab, kasallik tarixiga qarab analizlab buyuramiz. To'g'ri, imkon qadar eng kerakli zarurini buyuramiz. Ayrim bemorlar bo'ladi, menga konsultatsiya kerak emas, analiz kerak emas, men shunchaki asalari chaqtirgani keldim deydi. Yo'q. Bu juda ham xato va noto'g'ri. Chunki har qanday bemor bilan vrach suhbatlashish kerak. Uni shikoyatlarini tinglash kerak, anamnezini yig'ish kerak. Kerakli analizlarni olish kerak. Chunki organizm ichidagi holatni analizlar bizga ko'rsatadi. Ko'r-ko'ronari bilan davolanish natijasi ham shunaqa ko'r-ko'rona bo'ladi. Men misol uchun kuni kecha bir bemorim telefon qilyapti Navoiydan. Reumatoidniy poliartrit bo'yicha menda 2-3 yildan beri davolanib turadi. Opa telefon qilyapti, Saida, men sizga bora olmadim, uzoqlik qildi, qo'shnim asalari boqar edi. Shu qo'shnimga chiqdimda, meni qayerga chaqtirganini ko'rsataman, o'sha yerga asalaringizdan chaqtiring dedim va birgalashib xullas shunaqa muolaja qilishgan. Va natijada bemor holati og'irlashgan, qiynalgan, achoklar bo'lgan. Tim bo'lib bu bemorimiz allergiyaga moyilligi bor edi. Ular aytayapti, yo'q, Saida menga boshqa muolajalar ham qilgan edi, baribir o'xshamadi deb o'zingizga murojaat qilyapman, qachon borsam bo'ladi deb telefon qildi. Shuning uchun men albatta talab qilaman har bir klinikamizga kelgan bemorlardan albatta konsultatsiyadan o'tishlari va eng kerakli instrumental tekshiruvlar o'tkazilishini men talab qilaman va mana shunga qarab turib tahlillarga asoslangan holda men muolaja qilaman. Chunki biz shunday o'qiganmiz.